Xalqaro mehnat tashkilotining tashabbusi bilan 2003-yildan boshlab har yili 28-aprel kuni butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuni sifatida nishonlanadi. Hozirgi lavhamiz yirik sanoat korxonalarida mehnat muhofazasiga oid chora-tadbirlar jarayoni xususida. Mehnat muhofazasi inson hayoti va faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lib, u insonning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, uning sihat salomatligi va ish qobiliyatining saqlanishiga xizmat qiladi. Bu jihatlar qonun hujjatlarida ham belgilab qo'yilgan bo'lib, yirik sanoat korxonalarida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiga asosiy e'tibor qaratiladi. Xususan, Shimoliy kon boshqarmasi tomonidan bir maqsad tomon mehnat jarayonida qo'llashda ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, sanitariya gigiyena, davolash profilaktika chora-tadbirlari amalga oshirib borilmoqda. Boshqarmada keyingi yillarda mehnatni muhofaza qilish qoida va yo'riqnomalari bo'yicha sanitariya gigiyena me'yorlari talablariga javob beradigan ish o'rinlari keltirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda izlanishlar davom etmoqda. Bu borada bugungi kunda Shimoliy kon boshqarmasida sezilarli darajada profilaktik ishlar olib borilmoqda. Mehnat muhofazasi bo'yicha dastlabki ishga kirayotgan xodimning o'qitilishi juda ham samarali natija beradi. Ya'ni unga ishga kirishdan oldin unga ta'sir qiladigan omillar, u yo'l qo'yadigan kamchiliklar oqibatida qanaqa salbiy oqibatlarga olib kelinishi tushuntiriladi va ish jarayonida o'sha ajratilgan mutaxassisligi bo'yicha nimalar mumkin emasligi video lavhalarda tushuntiriladi ish xodimga. Bundan tashqari ish xodim ish joyiga kelgandan so'ng malakasini oshirish uchun malakali kadrlarga biriktiriladi va bir oy davomida tajribasini oshiriladi. Shundan so'ng bilim sinovidan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin ish xodim o'sha ish jarayoniga o'zini kasbi bo'yicha ishlashga ruxsat etiladi. Darvoqe, xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish va mehnatini muhofaza qilishni kuchaytirish bo'yicha ko'rilayotgan choralardan asosiy maqsad mehnat jarayonida fuqarolarning ish qobiliyati va sog'lig'ini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash hamda ish beruvchilar bilan xodimlar o'rtasidagi muvozanatli mehnat munosabatlarini qo'llab-quvvatlashga zamin yaratadi. Bugun 28-aprel butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuni ko'p ming sonli ushbu sanoat korxonasida ham bayram sifatida keng nishonlanmoqda.